bizlar oyiga 3 marta o'sha bankimizda mavjud bo'lgan o'sha bizlar o'zimizning mijozlar va mijozlardan boshqa bo'lgan tadbirkor bilan uchrashuv o'tkazib, uchrashuvdan o'tkazishimizdan maqsad biz o'zimizda bankimizda mavjud bo'lgan kredit produktlarini sizlarga tanishtirishimizdan iborat. Mana shu borada biz o'zimizda mavjud bo'lgan bir qancha kredit produktlarni sizlarga aytib o'tmoqchiman. Agar mana shu kredit produktlardan yana turlaridan sizlarga ma'qul kelgani bo'lsa, bu borada savollaringiz o'sha savollar berib, bizda har xil kredit turlarimizdan o'sha bankimizning mijozi bo'lgan holda foydalanishingizni maslahat beraman. Xabarlaringiz bor, mana shu joriy yilda bizda o'sha bir qancha kredit turlarini bo'lajak tadbirkorlarga va mavjud bo'lgan tadbirkorlarga taqdim qilib kelmoqdamiz. Bulardan turi mana birinchi tur misol biznesga birinchi qadam, ya'ni inson prezidentimiz farmonlarida qarorlar bor. Unga asosan biz 10 milliongacha bo'lgan o'zi band qilgan jismoniy shaxslarga biznesini dastlabki boshlash uchun 10 million so'mgacha bo'lgan naqd ko'rinishdagi plastikga tashlab beramiz. Tadbirkorlikni boshlash uchun shunaqa turdagi kredit. Bu biznesga birinchi qadam deyiladi. Bundan tashqari biznesga birinchi qadamdan tashqari bizda tadbirkorligini kamida faoliyatini boshlaganiga 1 yil bo'lgan o'sha nima deydi, muqobil pul aylanmasiga ega bo'lgan tadbirkorlarga, ya'ni yuridik korxona ochib, misol xususiy tadbirkor yoki xususiy korxona, maslahatchilarga jamiyat bo'lishi mumkin, bu yaktabdagi tadbirkor bo'lishi mumkin. O'shalarga bizlardan o'sha 312 sonli prezidentimizning qaroriga asosan 100 million so'mgacha bo'lgan, endi albatta nima deydi, zaloglarsiz 100 milliongacha bo'lgan, maksimal miqdori 300 milliongacha bo'lgan. Agar 300 million bo'ladigan taqdirda 100 milliondan ziyod bo'lgan 200 million so'm qismiga o'sha zalog, ya'ni o'sha garov taklif qilgan holda tadbirkorlarga 300 million so'mgacha bo'lgan 312 sonli qarorga asosan kredit ajratamiz. Bunda o'sha men boya aytib o'tdim, o'sha muqobil kredit aylanmasiga ega bo'lgan va kamida 1 yil bo'lgan faoliyatini boshlagan tadbirkorlarga bunaqa kreditni taklif qilamiz. Agar aylanma mablag' uchun o'sha holatdagi tadbirkor misol o'ziga mablag' kerak bo'lgan taqdirda bizga murojaat qilsa, aylanma mablag' uchun 18 oygacha, o'sha xizmat ko'rsatish, ishlab chiqarish bo'ladigan bo'lsa, faoliyat turi unga 7 yilgacha muddatga bizlar yillik 21% o'sha stavkada o'z kredit mahsulotlarimizni taqdim qilamiz. Shuning uchun bizda yana bu haqda ko'p gapirish mumkin. Bizda turli-tuman kredit turlari hozirda kengaytirilmoqda. Mana o'sha xabarlarimiz bor. Bitiruvchi kurs talabalariga ham misol uchun o'sha juda har xil kredit turlarini taklif qilamiz. Ya'ni kelajakka qadam deyiladi, misol uchun bitiruvchi kurs talabasi bo'lsa yoki bitirganiga ko'pi bilan 1 yil bo'lgan talabalarga imtiyozli foizlardan har xil turdagi kreditlarni taqdim qilyapmiz. Misol kelajakda birinchi qadam dasturi doirasi bu 18%, 1,5 million 10 million so'mgacha bo'lgan o'sha naqd pul ko'rsatilgan plastikga tashlab beramiz. Bunda bitiruvchi talabalarga biznesni dastlabki boshlash uchun kreditni taklif qilamiz. Bundan tashqari o'sha bitiruvchi kurslarga kelajakda birinchi qadam turi bor, kredit turlari bor va kelajak uchun start degan kreditlarimiz bor. Buni bitiruvchi talabalar ham agar tadbirkorlikni yaxshi yo'lga qo'ygan bo'lsa, ya'ni bilimli bo'lgan bo'lsa faoliyat turida, bunday holatda biz 1 milliard so'mgacha imtiyozli kredit, ya'ni 18% markaziy bankning o'sha qayta moliyaviy stavkasi +4% ustama shaklida biz kredit turlarini taklif qilamiz va bu yerda o'zining mezonlari bor. Misol uchun 1 milliardgacha bo'ladigan kredit turini taklif qilamiz, ya'ni yorqin kelajak sari degan kredit turimiz bor. Bitiruvchi kursda boya aytgan shart bo'yicha bitiruvchi kurs talabasi yoki bitirganiga 1 yil bo'lgan talaba yo rahbar bo'lishi kerak o'sha korxonada yoki o'sha ta'sischi bo'lishi kerak. O'shanday holatda ya'ni shartlari bor. Buni albatta zalog bilan, garov bilan 1 milliardgacha bo'ladigan kredit bo'ladigan bo'lsa, o'sha imtiyozli foizlarda, ya'ni to'rtta kamida ish o'rni yaratish shartlari bilan biz shunaqa imtiyozli kreditlarni taklif qilamiz. Agar sizlarda mana shu kredit turlari bo'yicha qanaqadir savollar bo'lsa, marhamat savollaringizni berishingiz mumkin. Biznesga birinchi qadam, ya'ni insonni qaror bo'yicha boshqa turdagi kreditlar bo'yicha bemalol savollar berishingiz mumkin. Agar bu borada to'liq tushunchaga ega bo'lsangizlar, o'sha bemalol mana shu kredit turlari bo'yicha bizlarga murojaat qilishlaringiz mumkin. Bizning bankimiz sizlarga xizmat qilishdan mamnun bo'ladi.